Bugun biz Minano Nihongoni 7-darsning 1-qismiga kirish qilamiz. Qani ketdik. Konnichiwa minasan, bugun biz Minano Nihongoni 7-darsining 1-qismiga kirish qilamiz. Bizda yangi qo'shimcha, lekin bu qo'shimchani siz oldin ham o'qigan bo'lishingiz kerak. Bizda yangilik yo'q. D qo'shimchasi. Esingizda bo'lsa, bizda D qo'shimchasi, transport qo'shimchasi hamda joy plus harakat qo'shimchasi sifatida o'tirgan edi. Endi bu yerdagi D qo'shimchasi yangi qo'shimcha hisoblanib, uni vazifasi ish, qurol, vosita yoki yordamida ma'nosida keladi. Va umuman olganda D qo'shimchasi 3-D qo'shimchasi hisoblanadi va hammasi da deb tarjima. Qo'shimchalarni qo'yayotganda yapon tilida o'zbek tiliga tarjima qilib qo'ymagan ma'qul, chunki adashib ketasiz. Savoli nimada ovqatlanasiz deb bersak, nima yordamida, qanday vosita yoki qurol yordamida bo'ladigan bo'lsak, yopiq bo'g'im bo'lganligi sababli D nani emas, nan de tabemasu ka? Koれは手ですね、皆さん。手yordamida, ya'ni te de tabemas bo'lar ekan. Keyingi misollarni ko'rib chiqamiz. Ja, minasan, Nihonjin wa nande tabemasu ka? Ja, minasan, Nihonjin wa nande tabemasu ka? Nihonjin wa nande tabemasu ka? Yaponlar nimada ovqat yedi? Yaponlarning tayoqchalari bizda hashi desu ne. Ja, Nihonjin wa hashi de tabemasu. Keyingi misolni ko'ramiz. これはスプーンですね。スプーン。スプーンです。スープをなんで食べますか? Sho'rvani nimada yeysiz? そうですね。皆さん、スプーンで食べます。スプーンで食べます。じゃあ、これはナイフですね。皆さん、ナイフです。じゃあ、これは何ですか、皆さん？そうですね。それはリンゴです。リンゴです。ナイフ、リンゴ。皆さんは、リンゴをなんで切りますか？切りますか？そうですね。皆さん、ナイフでリンゴを切ります。pichoqda olmani kesaman. Keling, o'zimiz gap tuzib ko'ramiz. Ish qurolimiz bu yerda foku. E'tibor beringlar, katakanada shunday qoida bor. A, I, U, E, O. Ya, yu, yo unlilari mana bu katta harflarni biqinida kela olar ekan va katta harfni ikkinchi tovushi, masalan bu fu bo'ladigan bo'lsa, u tovushini tushirib qoldirib, o'zi o'rniga turib oladi. Shunda f bilan o tovush bo'ladi. Fo deb o'qishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni funi o'zini o'qimaymiz. P'sini o'zi. Foku. これはフォークです。じゃあ、野菜です。野菜。じゃあ皆さん、野菜をなんで食べますか? Sabzavotlarni nimada yeymiz? そうですね。ish qurolimiz foku bo'lganligi uchun fokuni orqasidan de qo'shimchasini qo'shamiz. Foku de tabemasu. じゃあ、ish qurolimiz hasami, kami va fe'limiz kirimas, kesmoq, qirqmoq. Kami o nande kirimasu ka? そうですね。皆さん、ハサミで
髪を切ります。じゃあ、これは何ですか、皆さん。それは、レポート。レポート. Mana bu yerda cho'zish hosil bo'lgan. Repoto hisobot. Basokon. Ko'pchilik mana shu so'zni pankon deb o'qiydi. Yo'q, e'tibor bering. So'ni qo'shchalari tikka. Basokon. Hay, basokon desu. Hamda bizda kakimas so'zi. Kakimas. Nande reporto o kakimasu ka? Nima yordamida hisobotni yozasiz? Yoki bo'lmasam reporto so'zini oldiga chiqarishimiz. Reporto o nande kakimasu ka? Hay, そうですね。ish qurolimiz, vositamiz, パソコン。パソコンでレポートを書きます。じゃあ、これは写真です。写真uchun maxsus fe'limiz撮ります。撮ります。写真を撮ります。携帯、携帯. Uyali aloqa telefoni. Nande, nima yordamida, nande 写真を撮りますか？そうですね。皆さん、携帯で写真を撮ります。じゃあ、ikinci D, ya'ni mavzuyimizda yana bitta D kelyapti. Narsa, bu D tilda, ya'ni bu hisob bo'yicha 4-chi D hisoblanadi. Birinchi D'imiz basude transportda, ikkinchi D'imiz supada joy plus harakat. Uchinchi D'imiz hozirgina o'tgan vosita qurol. Hashide, hashi yordamida va to'rtinchi D'imiz tilda, ya'ni yapon tilida, o'zbek tilida, rus tilida. これは日本語で何ですか？bu yapon tilida nima bo'ladi? これですね。これは日本語で何ですか、皆さん？じゃあ、javob日本語で、ya'ni yapon tilida 日本語でスプーンです。スプーンです。qoshiq. じゃあ、皆さん、これは英語で何ですか？英語です、皆さん。bu ingliz tilida nima bo'ladi? hand. じゃあ、これは英語で hand です。ya'ni siz javob berayotganingizda tasavvur qiling, yaponlarga ingliz tilini o'rgatyapsiz. Shu vaqtda siz bu ingliz tilida hand bo'ladi deb aytishingiz kerak. これは英語で hand です。Ya'ni qavuschalarni ochamiz. Mana qo'sh tirnoqlarni ochamiz. Bu yaponcha qo'sh tirnoq hisoblanadi. じゃあ、箸は英語で何ですか？皆さん、箸です。箸は日本語ですね。日本語。英語は何ですか？英語で何ですか？ chopsticks です。chopsticks です。はい。箸は英語で chopsticks です。はい。じゃあ、皆さん、箸はウズベク語で何ですか？そうですね。箸はウズベク語でtayoqchalarですね。tayoqchalar. Hay. Bugungi bizni 7-chi darsimizni birinchi qismi tugadi. Bizda ikkita qo'shimcha keldi. Birinchisi de qo'shimchasi, bu vosita qurol yordamida. Ikkinchisi esa tildagi de, nihongo de, o'zbekgo de. Shularni yodlab qolishga va eslab qolishga harakat qilinglar. Minasan, 4ta de bor bizda. Hay.
7 darsimizning birinchi qismi tugadi. Sayonara. Катюша говорит, чтобы мы ждали до последнего. Принято. Кстати, почему Катюша показывает тени руками? Не проще ли сказать словами? В последней премии она без ума от этих теней. Лучше бы была без ума от русского языка, но все без толку. ちょっと日本語で話